8-qoida. 7-qoida kabi bu ham 8-qoida ham. Va endi qarang. 7-qoidada aytib o'tgandim, chapga qaragan burchaklar yig'indisi o'ngga qaragan burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi va ketma-ketligi buzilmasligi kerak deb. Aynan shunaqa qarang. Misol uchun mana alfa va ikkita parallel to'g'ri chiziqning orasida joylashgan bo'lishi kerak bu burchaklar. Parallel to'g'ri chiziq tashqarisida emas. Tushunib oling. Demak mana alfa emas ekan, a ekan. A bu chapga qaragan bo'lsa, keyingi burchakning o'ngga qaraganini olishimiz kerak, ya'ni x ni. O'zi mana bu yog'i ham bor-da uni. 360 minus x. Uni olmaymiz. X o'ngga qaragan, keyin yana chapga qaragani, o'ngga qaragan, chapga qaragan. Mana shunaqa ketma-ketligi ham o'ng chap bo'lib buzilmasligi kerak xullas. Tushundingiz-a? Ketma-ketligi. Ikkita o'ng, ikkita chap bo'lib qolmasligi kerak. Demak, shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek, chapga qaragan burchaklar yig'indisi o'ngga qaragan burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Bo'lib tushunib olgan bo'lsangiz, misollar ishlaymiz. Misollar ishlaganda yanada yaxshiroq tushunib olamiz. Birinchi misol. Demak, birinchi belgilab chiqaman. 40 gradus. Chapga qaragan. Alfa. O'ngga qaragan. Mana. Va 100 ham o'ngga qaragan birdaniga belgilab qo'yay. Chapga qaraganlari 80 va 50. Demak, 40 gradus, 80 gradus va 50 graduslarning yig'indisi teng bo'lishi kerak alfa va 100 gradusga. Tushundingizmi? Chapdagi burchaklar yig'indisi o'ngdagi burchaklar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Endi bunda qiymati demak, chap tomonniki 170 bo'lar ekan. Teng ekan alfa qo'shilgan 100 gradus yana. Buni alfani topadigan bo'lsam, 170 dan ayiraman 100 ni. Mana. Demak, alfa teng ekan 70 gradusga. Bo'ldimi? Mana, birinchi misolimiz javobi chiqdi. 70 gradus bo'ladi. Tushunib oldingiz-a? Ikkinchi misol. Bunda ham xuddi shunaqa 20 gradus. Chapga qaragan. 60 gradus ham chapga qaragan. Va mana bu burchakni ham chapga qaraganini olishim kerak. O'zi bilinib turibdi, ko'ryapsizmi? Endi bizga esa uning qo'shnisini bergan. Demak, 130 gradus qo'shnisi bo'lsa, bunisi 50 gradus bo'ladimi? Yig'indisi 180 bo'lishi kerak-ku. Shundan topayapman. Tushunyapsiz-a? Bo'ldi. Endi bunda alfa o'ngga qaragan va 70 o'ngga qaragan. Demak, 20 qo'shilgan 60 qo'shilgan 50 teng bo'lishi kerak alfa qo'shilgan 70 ga. Demak, alfa qo'shilgan 70 birinchi yozib olaman, teng bo'lishi kerak. Bu 130 bo'lar ekan. Demak, alfa teng ekan 130 ayrilgan 70 ga. Tushunyapsiz? Bo'ldi, buni alfani topib qo'yamiz. Alfa teng bo'ladi. Tak, ayirsak 60 gradusga. Mana javobimiz chiqdi. Uchinchi misol. Endi oxirgisi. D1 bilan D2 parallel ekan. Bo'ldi, bizga parallel bo'lsa bo'ldi. Demak, shuni ichidagi har qandayini o'sha o'ng chap qoidasiga qo'yib ishlasak bo'ladi. Har qanday burchakni ishtirok yetkazib. Ichida joylashgan burchak bo'lsa bo'ldi. Mana. Demak, bunga ko'ra, misol uchun men 20 gradusni olay, to'g'rimi? Shundan boshla 20 gradus chapga qaragan, keyingisi o'ngga qarash kerak. Demak, alfa o'ngga qarayapti, to'ppa-to'g'ri ketyapmiz. Keyingisi chapga qarash kerak, 100 gradus chapga qarayapti. To'g'ri bo'lganini shundan bilsak bo'ladi.
Va keyingisi o'ngga qarash kerak. Qaraymiz, yo'q, unaqa emas. O'ngga qaramagan, 120 ham chapga qarayapti. Buning qo'shnisini olamiz demak. Bu bo'ladi 60 gradus. Bu ham chapga, o'ngga qaraydi shunday. Ana endi chapga qaragan burchaklar 100 qo'shilgan 20 teng bo'lishi kerak o'ngga qaragan burchaklarga. Alfa qo'shilgan 60 ga. Demak, buni alfani topadigan bo'lsak, 100 ga 20 120 bo'ladi. 120 dan demak ayirishim kerak bo'ladi 60 gradusni. Bo'ldi, buni alfani topadigan bo'lsak, alfa teng ekan 60 gradusga. 120 dan 60 ni ayirsa 60 gradus bo'ladi.